Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Meni savolim boshqa farzandim diagnozi aqliy rivojlanish orqada. Bu tema to'g'risida istoriyalarda aytib o'tdim. Aqliy rivojlanishi passiv bo'lishi, tanadagi disfunksiya bo'ladigan bo'lsa, diagnostikaga olib keling, tekshirib davolab beraman. Inshaalloh 100%, xudoga shukr, shu kungacha mani roditellarim yozsa bo'ladi, kuzatuvchilarim kelib, rivojlanish olib tuzalib ketgan bolalarim son mingta, даже aqliy zaif deb turib maktablarga chiqarmayotgan o'sha direktorlar ham naоборот уже lechение qilib kelgandan keyin nima qildinglar deb hayron qolishadi. Yiliga yo'q deganda 60 ta bolani alhamdulillah maktabga chiqaribman. Olmayaptikan, oddiy sog'lom bolalar maktabga chiqib, sog'lom hayot kechirib, yaxshi hayotda yashashyapti. ZPR tuzalib ketadi, ZR tuzalib ketadi, autizm ham tuzaladi. Qaysi ahmoqiyatda tuzalmaydi? Tuzaladi. Ildizini topilsa tuzaladi. Tuzatib olsa bo'ladi. Diagnostikaga olib kelasiz, tuzatib beramiz inshaalloh. Eng avvalambor Alloh bizni sababchimiz. Psixologiyasiga keladigan bo'lsa, istoriyalarda aytib o'tdim.